leksiyaning davomi. Buning ichida 6 jihatdan muqim bo'lishni o'ttirib qo'ydi. Siyosiy byuro yig'in ochib 6 jihatdan muqim bo'lishni o'ttirib qo'ydi. Ya'ni ishqi o'rinlashtirish muqim bo'lish, pul muomala sohasi muqim bo'lish, tashqi savdo sohasi muqim bo'lish, chet el kapitali muqim bo'lish, chet el mablag' selishi muqim bo'lish, oldin ko'rarlik muqim bo'lish qatorliq muqim bo'lishlarni ta'kidladi. Xitoy tilining xususiyatiga yarasha belgilangan siyosat ekanda vatandosh bor. Kuzatuvchilar mundaq ko'rsatdi. Jungo tarafning bu harakatlari bir muhim uchurni gavdalantirdi. Ya'ni Jungo taraf taqobil turish usulini o'zgartdi. Tutak chiqmaydigan bu urushga, ya'ni savdo urushiga ikki qo'lliq tayyorlik qilmoqchi bo'ldi. Birinchi, Amerika taraf hayva qilib kelayotgan ahvolda Jungo taraf qattiq maydon pozitsiya va vosita qo'llanib taqobil turish. Demak, elishiman birga bir elishiman degan maydon qo'ydi degan gap Xitoy. Amaliyotda Jungo taraf Amerika taraf bilan suhbat o'tkazgandimi, qattiq maydonida ching turib, qarshi taraf, ya'ni Amerikaning talab qo'yish xo'rigini pasaytish. Ikkinchi, Jungo tarafning xiyollari Amerika taraf bilan qattiqlashishning darajasini oshirib etadigan bo'lsa, Jungo iqtisodi cho'qim zarbaga uchraydi. Shuning uchun Jungo siyosiy byurosi 6 jihatda muqim bo'lishni belgilaganligi dal Jungo tarafning savdo urushi yomonlashib ketganda taqobil turadigan bexatarlik chorasidir. Shundoq deyishga bo'ladi, Jungo taraf savdo urushi to'g'risida burunga qaraganda yomon oqibatlarni o'ylashib qoldi. Jungo tarafning pozitsiyasi nozuk o'zgarish paydo bo'ldi. Bu o'zgarish Xi Jinping chet elni ziyorat qilib qaytib kelgandan keyin yuz berdi. Xinhua savdo urushi to'g'risida xitobnoma e'lon qildi. Yana bir parcha xabar. Ikki xil signal tarqatdi. Mavzuli xabar 8-oyning 8-kuni Shangang iqtisod gazetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Jungo savdo urushining halqiliq paytida Xinhua imzoliq xitobnoma e'lon qilib, garchi savdo urushini tilga olgan bo'lsa-mu, lekin maqolaga yoshirilgan mazmunda nihoyatda qattiq ikki signal qo'yib berdi. Ya'ni Amerika Jungoning yaxshi turmushni ishga oshirishni to'sib qola olmaydi. Jungo iqtisod sifatini yuqori ko'tarib, xirasga taqobil turdi. Yaxshi turmush yoritish biron chopqin to'sib qola olmaydi. Mavzuliq maqol 4 qismga bo'lingan. Jungoliklar e'lon qilgan maqola 4 qismga bo'lingan. Birinchi, Jungo xalq o'zining xom xiyollarini qo'g'lashishga huquqli. Ikkinchi, yaxshi turmush yoritish, o'zining masalasini hal qilish, tashqi xirasga jiddiy qarash. Kimning yaxshi turmushi? Mishal bir savol qo'yaylik, vatandosh paraxo'rlik, o'g'irlik yaxshi turmushmi yoki Jungo fuqarolariningmi? Bu yerda men paraxo'r, o'g'ir deb buni haqorat qilayotganim yo'q Jungo hukumatini. Govingoyni bilasizlar, hozir kunda so'zlayotdi. Govingoy da'vatidagi davg'ozey davlat o'g'rilari da'vatidir Jungolikni. Hozir bu yerda yaxshi turmush kimning turmushi? Shunga o'g'ri bilan paraxo'rning turmushimi yoki fuqaroning? Yaxshi turmush yoritish, o'zining masalasini hal qilish, tashqi xirasga jiddiy qarash. Uchinchi, Jungo hozir bir biron chopqinni boshdan kechirib o'tadi. Sagak bo'lishni bemalollikda saqlash lozim. To'rtinchi, Jungoliklar biron chopqin ichida amaliy ishlab zo'r kuch uyushtirishimiz lozim. Amaliyotda maqolda savdo urushi tilga elinmagan bo'lsa-mu, navbatda Jungoning taraqqiyotiga eng zo'r tahdid selayotgani dal Amerika
tarafdan kelayotgan savdo kaltigidir, deydi xabar yozuvchi. Hatto Amerika tarafdan kelayotgan sovuq munosabatlar urushidir. Demak, Jungoga Amerika tarafdan sovuq munosabatlar urushi kelyapti. Şunlaşqan maqalaning Amerikaga javob qaytarganligi aniq. Şu maqalaning Amerikaga qartilganligi aniq. Maqalada mundaq tilga ilindi. Ba'zilar şiirning uyg'onishidan ajdahoning uchishini ko'rishni xohlamaydi. Demak, Jungoliklar şiir ekan. Afrikadagi yo'lbosh şiir degan şiirlar bor-ku. Jungoliklar şiir ekan. Şuna Amerika şiirning uyg'onishini şundaqla ajdahoni bilasizlar, kaltakula o'ynaydigan ajdahoni, ajdahoning uyg'onishni ko'rishni xohlamaydi. Ko'rishni xohlamaydi, yakkaparvarlik qiladi, o'z oldiga ish ko'radi. Savdo qo'g'dinish bilan shug'ullanadi, savdo zo'magarlik bilan shug'ullanadi. Bu sifat so'zda Amerika qartilgan. Bulardan bosh tortqili bo'lmaydi. Bular taqobil turishga tegishlik xarajlardir deydi xabar yozuvchi. Bu sözlerinin hammasi Amerikaga qartilgan deydi ham xabar yozuvchi. Xalq gazetida mundaq deyildi, Remer Bauda. Bizning savdo urushi qilg'imiz yo'q bo'lsa-mu, savdo urushi qilishga majbur bo'lgan ekanmiz, cho'qim savdo urushi qilishimiz kerak. Savdo urushidan qochishning, savdo urushidan saqlanishning ahamiyati yo'q. Daraxt jim turay desimi, shamol jim turg'izmaydi. Junguni yaxshi biladigan tahlilchilar bu to'g'rida mundaq hisobladi. Aloqador matbuotlar Shinhuaxining bu xitobnoma shakillik maqolasi Amerika boshlig'iga savdo urushiga javob qaytarishdan iborat deyishdi. Balki savdo urushini qabul qilish xitobnomasi deyishkimi bo'ladi ekan. Bauning e'lon qilgan maqolasini Jungo tarafdan savdo urushini, savdo urushi xarajini qabul qilish to'g'risidagi xitobnoma deyishkim bo'ladi ekan. Bundan qaraganda Jungo taraf Prezident Trumpning savdo urushiga qattiq pozitsiya bilan javob qaytarib, Prezident Trumpning savdo kaltikiga taqobil turmoqchi bo'lyapti.